Hey, acayip bir zamanlarda yaşab etibdimizda hayronlik qildim. Uch ko'k soqol oldigan buvay. Asorat yog' sotadigan tog'ash. O'xshab ketgan lang-purang piza, mayda pishirilgan beliq. Mushlarning hammasi bizning yanil yerlik bozorlarimizda baki. Yana maningdek cho'nglarning oq ko'ngilligidan foydalanib har qanday kasal bo'lsa davolaydigan tiyublar. Har qanday katta tomoqxonalarnikidan tamqib bek o'xshaydigan oshxonalar. Mushlarni ko'rib bugun ichim bek achchiq bo'ldi. Chunki burulida to'g'ri sig'mamiz mang'ulunmaydigan mush bozorlarimizda heytapsiz turibmi? Odam yugursa o'ttirisidan bo'ron chiqib ketgandek holatda bo'lib ketibdi. Chunki bu yerda qiziq nuqta yo'q, iqim yo'q-da. Yana mening eng havas qilganim mush buvaylar bo'ldi. Soxtalik, kalla o'ynatish, juber degan hamma ishlardan xoli. Tor iqimi degan nima, qiziq nuqta degan nima, hech narsa qiziqmaydi. O'zining ishi bilan o'zining ko'ngli nada xo'sh bo'lsa shu yerda o'zining yosh vaqtlarida qilgan atkanlarini birsiga so'zlashib qo'yishib, ko'ngli xo'sh qilib o'ltirdi. Ba'zida o'ylab qolma, bizlim qirg'anda mushulardek yashay olamizmi? Aslimizni, vaslimizni unutilib qolmay, tabiiyla. Hech qanday soxtalik yo'q, razillik yo'q. Birsiga azar berishlar yo'q. Shuna qilib hozirgi bu zamonda gap to'g'ri kelmidi.